AQSh hukumati Jorj Bush davrida terrorizmda gumon qilingan shaxslarni qiynoqqa solishga ruxsat bergan hujjatlarni oshkor etadi. Barack Obama bu qarorida qat'iy. Ayrimlar nazarida bu bilan mamlakat razvedkasiga putur yetishi mumkin. Qolaversa, deydi sobiq vitse-prezident Dick Cheney, terroristlar qattiq so'roq qilinganida ulardan nodir, xavfsizlik uchun o'ta muhim ma'lumotlar olingan. Obamaning bu tanqidga javobi shuki, qiynoqlar va ularni yashirish Amerika manfaatlari uchun xizmat qilmaydi va bu davlat sha'niga dog'. Obama jami 4 hujjat oshkor etilsin deya buyruq bergan. Ular Bush prezidentligi davrida Adliya vazirligi tomonidan tayyorlanib, so'roq paytida mahbuslarni uyqudan ayirish, yalang'ochlash, suvga cho'ktirish kabi usullar qo'llanilishiga ruxsat bergan. Aholi qaror qabul qilinmasidan oldin ham bu hollardan voqif bo'lgan, deydi Obama. Amerika yuqori axloqiy normalarga javob berishi kerak, deydi prezident. So yes, you've got a harder job. Ishingiz og'ir, bilaman. Mening ishim ham yengil emas. Because that's Ammo uzoq muddatda dushmanlarimizni yengishimizga ishonaman. Chunki biz tarixning to'g'ri tomonida turibmiz. Because we're on the better side of history. Amerika xatolarni tan ola bilishi kerak, deydi AQSh rahbari. But the fact that we are willing to acknowledge them. Shu narsaga qodirligimiz va xatolarni tuzatishga tayyor ekanimiz uchun ham men AQSh prezidenti bo'lganimdan, siz esa Markaziy razvedka boshqarmasi a'zolari bo'lganingizdan faxrlanishingiz kerak. Ba'zi xabarlarga ko'ra, boshqarma direktori Leon Panetta Bush ma'muriyati hujjatlarining jamoatchilikka oshkor etilishiga qarshi bo'lgan. Respublikachi qonunchilar Obamani buning uchun tanqid qilgan. Jorjiya shtatidan senator Saxby Shamblesning aytishicha, Obama bu bilan Bush ma'muriyatiga qarata ataylab tosh otgan. Hujjatlar sinchkovlik bilan tuzilgan, u yerda tilga olingan usullar faqatgina favqulodda holatda ishga solinsin deyilgan. Only in extreme situations where different forms of interrogation methods used. Hujjatlardan biriga ko'ra 2 nafar mahbus 266 marotaba suvga cho'ktirilgan. 11-sentyabr voqealarni uyushtirganlikda ayblanib, qamoqda saqlanayotgan Xolid Shayx Muhammad 2003-yil martida 183 marta suvga cho'ktirilgan. Al-Qoida agenti deb gumon qilinayotgan Abu Zubayda esa 83 marta. Prezident Obama hukumat ko'rsatmasi asosida so'roq qilgan agentlar javobgarlikka tortilmaydi deydi. Biroq qonundan tashqarida bu amaliyotga qo'l urganlarga qanday chora ko'rilishi haqida hech narsa demagan. Odil Ro'zaliyev, Amerika ovozi televideniyasi uchun. Eslatib o'tamiz, uyali telefoningiz bo'lsa va u orqali internetga ulana olsangiz, bizning uzmobil.com saytimizda kundalik xabar, tahlil va suhbatlar bilan tanishib turishingiz mumkin. Bu axborot olishning eng oson va qulay yo'li. Telefoningizga 3w.uzmobil.com adresini tering va uni saqlab qo'ying. Amerika ovozi bu xizmat orqali sizni eng so'nggi yangiliklar, dolzarb masala va omma fikridan boxabar qilib turadi. www.uzmobil.com